Tak, assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun nima haqida gapiraylik? I730 forma haqida. Bu forma qachon ishlatiladi? Shu boshpanani yutgandan keyin yaqin qarindoshlarni olib kelish. Endi yaqin qarindoshlarga kim kiradi? Eri yo xotini va bolalari bo'lsa, 21 ga kirmagan, shularni boshpanani yutgandan keyin shu formani topshirib, shularni viza bilan olib kelsa bo'ladi. Xo'sh, endi men nimada hozir sarlavhada Meksika orqali kelganlarni deb yozganman, qarindoshlarni olib kelish, lekin bu boshpana bilasizlar, asosan Meksika orqali kelgan odamlar bu boshpanaga topshiradi. Lekin boshqa nima ham bor. Bu faqat imенно Meksikadan kelib boshpana topshiradi. Faqat Meksikadan kelganlar emas. Men bilaman, viza bilan kelganlar bor, oddiy turist viza bilan, yo studentskiy viza bilan. Ishqilib shu, mana shu bu odam yaqinlarni olib kelish boshpanani yutgandan keyin. Endi Amerika qanday yo'l bilan kelgansiz, uni farqi yo'q. Viza bilan kelgansizmi, beviza kelganmiz. Ishqilib boshpanaga topshirdingizmi? Yutdingizmi? Endi boshpanani yutishda ikkita turi bor. Immigratsiya orqali bor, agar viza bilan kelgan bo'lsangiz, agar Meksika orqali kelgan bo'lsangiz, sud orqali. To'g'rimi? Endi bez border kelganlar ham bor. Bez border kelganlar u yerda ikkita variant. Immigratsiya orqali yutsa ham bo'ladi, boshpana. Shuncha hech qanday maqsad boshpanani yutdingizmi, farqi yo'q. Immigratsiyami, sudmi? Yutgandan keyin mana sizning xotiningiz, eringiz, bolalaringiz bo'lsa, 21 yoshga kirmagan, shularga o'sha nimani topshirsa bo'ladi. Dokumentni shu topshirib, ularni olib kelsa bo'ladi. Endi bu bilan men birinchi marta, shu bir marta qilgan bu ishni shu ham 2003-yilda. Mana o'zi 25 bo'lsa, 22 yil. 22 yil bo'libdimi? Bu ishni qilganim. Bir marta qilganman, lekin shunda ham udachini qilganmiz. Endi shu vaqtda ham yosh bola ekanman, 2003-yil. Shu vaqtda qilganimizda, unda akamiz bor edi, u boshpanani yutdi immigratsiya orqali. Keyin uni xotini bilan 21 ga kirmagan bolasi bor edi O'zbekistonda. Dokumentni bu yerdan topshirdik. Общий protsess где-то 2 yilda hal bo'ldi. 1 yil Amerikaning ichida tekshir, keyin uni dabro berdi. Undan keyin o'zi Moskvaga yubordi. Chunki O'zbekistondan o'tolmaydi. O'zbekistonda bunaqa nima yo'q. Bunaqa servis, bunaqa usluga yo'q. Viza mana elchixonada. Shuning uchun ular Moskvaga borgan edi. Men ham uchib bordim. Yo'q, hammasini vizani oldik. Hech qanaqa muammo bo'lgan yo'q. Keyin shu uchamiz keldik. Общий 2 yil ketdi. Mana endi hozir yana shunaqa mana endi ishim tushdi shu narsaga. Endi mana hozir boshpanani yutgan odamimiz bor. Bu endi boshpanani 1 yil oldin yutgan edi. Shu protsessni 1 yil oldin boshlamagan edim. Chunki bu narsani boshlamaganimning sabab nima? Chunki uni u odamning o'g'li bor, shu O'zbekistonda. O'zbekistonda deb gapiraylik, mayli. O'zbekistonda o'g'li bor. U o'g'li o'zi 27 gami, 28 gami nechiga kiradi? Даже 30 ga yaqinmi, shunaqa. Shuning uchun qilmagandim. Meni xayolimda bu o'zi 27, 25, 30 ga yaqin bola o'zi bu haqqi yo'q. Chunki men boya sizga aytdimki, agar 21 yoshgacha to'lmagan bola bo'lsa, uni olib kelsa bo'ladi deb. Shunaqa fikr. Shuning uchun men qilmagan. Keyin yaqinda mana bildikki, yordam bir nimamiz, shunaqa bir nimani qildiki, menga shunaqa fikrni berdiki, bir ko'rqani uni olib kelsa bo'ladimi? 21 yoshga kirmagan bo'lmasa ham programma bor ekan-ku. Mana kimni bolalari agar dokumenti hali hal bo'lmagancha, dokumenti topshirgan payti bolasi 21 ga kirmagan bo'lsa, shu vaqtda muzlatar ekan. Shunaqa programma bor ekan deb bir fikrni oldik. Men bu programma haqiqatan ham bor. Bu programmada men foydalangan. Ko'p foydalangan. Uni men bu oddiy vizalarga, oddiy mana bu biriktirish nimalariga, ishlarida, masalan, er-xotin, bolasini masalan chaqiradi. Endi u bu yerda viza yo biriktiruv programmasi, yo green karta yutgan payti, mana shunaqa holatlar ko'p bo'lgan, bunaqalar ko'p qilganman. Lekin hech bir nima xayolimga kelmabdiki, bu boshpanaga ham ta'sir qiladimi, yo'qmi? Boshpanaga ham shuni ishlatsa bo'ladimi, yo'qmi? Bir nima qilganim yo'q.
bir fikr ishlatmaganda man shuni bir tekshirib ko'rish bir xayolimga kelgan yo'q. Keyin mana shu narsani menga fikrni bergandan keyin man bir o'qib ko'rdimki, haqiqatan ham qarasam, u nafaqat biriktiruv vizasi, nafaqat green card yutgan payti, u boshpanani yutgan paytiga, boshpana orqali, boshpana yutgan odamlar ham bu programmadan foydalansa bo'lar ekan. Shuning uchun endi kim boshpana yutgan bo'lsa, ili kelajakda yutsa, masalan, shu narsani inobatga olinglar. Agar mana bu 589 formani topshirayotgan paytingiz, sizda bolalaringiz bo'lsa, ba'zi bolalar bor, hali 21ga kirmagan bo'lsa. Mana shunaqa bolalar balkim bo'lishi mumkin. Sizda hozir 21ga masalan 2 kundan keyin kiradi, yo 1 yildan keyin kiradi 21ga. To'g'rimi? Lekin bilasizlar, boshpana protsessi 2 yil, 3 yil, qancha yil nima bo'ladi? Davom etadi. Ungacha bolangiz 21dan o'tib ketadi. Shuning uchun shunaqa holat sizda bo'lsa, agar siz mana 589 da hali 21 yoshga kirmasdan turib topshirgan bo'lsangiz, agar bolangizni shu nimada arizada ismini yozgan bo'lsangiz, unda u bolangizni mana bu yoshi muzlatiladi. To mana shu green cardni, to'shin boshpana sudini yutganingizcha, mana shu 17 ga siz topshirgan, masalan, topshirgan paytingiz u 17 da kirardi. Mana shu 17 qoladi, tochka bo'lib. To sudda yutganida. Suddan yutganingizdan keyin bemalol topshirsangiz bo'ladi. 1035 ga kirmaydimi? Masalan, shunaqa keyslar bor, 10 yil bo'lgan. Mana bu hozir men aytgan keysda u odam 2014-yil topshirgan. Mana hozir 2024da yut, 10 yildan keyin yutdi. 10 yildan keyin. Ana shu vaqtda bolasi 15 ga kirgan bo'lsa, u odamni hozir 25 ga kiradi. O'zi programmadan chiqib ketdi. Lekin mana shu 10 yil oldin topshirgani uchun u bolaning yoshi muzlatilgan. Shuning uchun endi xudo xolasa, mana endi shu bir haftaning ichida dokumentni topshiramiz. Endi ko'ramiz xudo xolasa qanday bo'lar ekan. Men aytaman-ku, bu narsani men 22 yil oldin qilgan. 20 yildan oldin. 2003-yil qilganman, lekin udashni qilgan. Shuning uchun buni ham qani ko'ramiz. Bu endi qiyinroq bo'ladi. Chunki bu bola уже 21 ga kirmagan, lekin buni baribir menga o'zi shunaqa keyslar yoqadi. Mana shunaqa chigil, lekin hal bo'ladigan. Xudo xolasa ko'ramiz. Qani u protsessi qancha bo'ladi? Qanchaga buni olib kelamiz? Olib kela olamizmi? Lekin harakat qilamiz olib kelishga. Chunki qonun bizning tarafda. Isbot dalillar bizda hammasi bor. Shu endi hozir men tekshirib ko'rdim. Protses Amerikaning ichida 1 yil ekan. Amerikaning ichida 1 yil. Endi u yog'ini ko'ramiz. Qanaqa. Shuning uchun mana shu bu endi menimcha bu foydali bo'ladi. Chunki hozir ko'p meni auditoriyam Meksika orqali kelganlar. Shuning uchun shunaqa agar bo'lsa, shuni ham inobatga olinglar. Kim sudda yutgan bo'lsa, ila u kelajakda yutsa, bolalarni olib kelish uchun mana shu nimadan 21 yoshgacha agar o'tgan bo'lsa, uni ham olib kelish iloji bor, chunki qoida qonun bor shunaqa olib keladigan. Mana shu hozircha mana shunaqa videolar to'g'la. Shu hafta men ishqib yangiliklar hozir ko'p bo'lyapti. Shuning uchun tez video qilib turaman, chunki Trump hozir prezident, mana shunaqa bo'lyapti. Ko'ryapsizlar. Har kun bitta yangilik. O'zi endi temadan chiqib ketay. Sud bilan Trump bir-biri bilan hozir nimaga to'qnashgan. Bu alohida video, u haqida u ham qiziq bo'ladi. Qani nima bilan tugashi. Shu. Hozircha mana shu sog' salomat bo'ringlar. Shu yangi videolarni ko'ringlar.